Tovuq muchalda tug'ilgan insonlar nega boshqalardan ajralib turadi? Buning 5 ta sababi bor. Tovuq muchalda tug'ilgan insonlar faol, ziyrak va o'ziga xos xarakterli insonlar. Ularning kuchli tomonlari: tartib va aniqlikni yaxshi ko'radi, gapini ochiq aytadi, kuzatuvchan va e'tiborli, mehnatdan qo'rqmaydi, maqsad qo'ysa unga erishishga harakat qiladi, o'ziga va yaqinlariga juda ham talabchan bo'ladi. Moliyaviy tomondan tartib va rejali harakat qilsa, yaxshi natijalarga erishadi. Munosabatlarda e'tiborli, g'amxo'r va sodiq, ammo ba'zan tanqidga moyil bo'lishlari mumkin. Minus tomonlari esa ortiqcha talabchanlik, mayda-chuyda narsalarga juda ham ko'p e'tibor berishi va tez jahli chiqishi. Tovuq muchalda tug'ilganmisiz? Izohlarda yozing va menga obuna bo'lishni unutmang.